Mu? Bule. Ya adaş çakın bule. He? Oğlum buldun? Çakın bule. He? Bule. Çakın otur. Hatun. Öyle. Bizim uyumuz kubu. Semile'nin uyda, Semile bana. Ha, qada ağlınız yaxşı mı? Bizden oyda xatırcam bulun. Ha. Hey. O? Ben buyruğa işlatçı. Vay, xudo xotirjam bulunib. Hammani men kim o? Men hammani joyida qilatdim. Hojatxona, oshxona, o'birnilarni, kiyim-kechaklarni tirisini qilatdim. Men ta'sirman. Bulamdi. Ma'qul. Ha, men degan kim o? Ey, jinim xudo qachon kelasiz? Men avval boramdim ya. Ya bo'ldi, ishingiz qilavering, men o'zim borman. Ha, ma'qul. Xudim bek sig'inib ketdim. Chaqaroq kelsingiz o'tdi. Vaycha, bo'ldi. Ras xotin. Heliqi tuniga o'rgangan usulni cho'qim o'ylab hammasini ko'zini o't chiqarayotgan juma. Bu makabqas men kechni o'ydi bitam. Ma'qul. Jinim xotin, tatlı xotin, asal xotin, shika xotin, baldiroq kiram sevinib ketdim. Xo'sh, ma'qul. To'xtang. Men bog'da ishga chiqmay uyda o'tiraman. Ma'qul. Xotirjam bo'ling xotin. Voy, ishga chiqmaydi, men bilan billa xatirjam bo'ling. Hechak boramayman, bo'ynam qildi bog'loqliq. Hozirla qaytdim uyga. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Suydi ha? Voy. Shu. Ne bo'ldi? Cho'pchilik qilib o'tadinglar? Shu, Rana çaya ketgan. Ha, yo'qmi? Ya, birinchilaymi? Ay, bo'ldi. Ay, adash, endi xotin kishiga mushtaq qilib qo'ymiz-da endi. Ha. Mushtaq qilib qo'ymasang, haliqi bir gap bor-ku. Ustur kapqa xotin kishi lab o'ltirdi. Bunda maqtab ushirib bunda qilib qo'ysam, ay, qag'imni uy kelganda aniq to'diga yatqizib tanamni g'irtatib yurdim. To'g'ri. Ha, bo'pti. Ha, rost to'xta. Mo'yim ishdan birini unutib qolib tas qopdimi? Ha? Xotin, men Samining uyida, ansirma xotirjam bo'l. Mana shu. Ha, biz billa paralashiyotimiz xatirjam bo'ling. Ansirma xotin, ma'qul, xo'sh. Ha. Mana Samining uyida, mana ansirma xotin. Biz billa. Ma'qul, xo'sh. Aka, yeni yugurib chiqdigan shumi? Xotin kishi degan mushtaq. Zamon qilishaydi. Hep biram o'tamayli, ma'lum sen? Bo'l. Ha, rost. Ha. Bir necha og'inam kelgan. Birga o'tiraylik, jira. Ha, xo'sh bo'ldi. O'tiribsa baribir ranam yo'q-ku. Ya, men azar qilgan ishim bor shuni. Nima bo'ldi, tugatmadingmi, aka? Voy, ya, bu ish emas. Menga bo'ldi, at ishlayman Ya, adash. Ben xotinlar qildiğanga mı da xel vaqt bak ya. Elmek çıkıp qilish berma, jura menga. Bek isi bolla tunishtirib ishlayman, qildigan xizmatim bor. Shunsa ayrim o'tiravergan, ayrim bo'lsa ayrim bor. Xotdan chiqma debdi-da. Voy, yo'q, boshqa vaqtda demagan edim. Menga o'nchilik qo'rqib ketdi. Ya, bo'ldi. Rahmat adash, rahmat. Og'illar saqlab qoldi, sen chiqib kelgan. Adash, xotinda o'nchilik qo'rqib ketma. Paskili tushmas, kasib chiqib pulimiz emasmi birdan-bir jura. Ben sen emasingdan, menga. Ada, unda ulug' gaplashmay jura, menga. Bo'ldi, rahmat adash. Chiqmaysan. Ha, chiqmayman. Bo'pti, o'z o'g'ling o'zanga. O'zang qilasan. Ma'qul. Yaxshi o'tajma. Ma'qul. Xo'sh, ayt ko'rsala. Qoqqansiz, mushtaqmi qoqqan bormi xotindan? Ay. Qaytib keldingizmi? Ha. Tomoq yedingizmi? Ha, tayyorlab pishdim. Biriniz qilib beraymi? Ya, xotin bo'ldi, samirib ketma. Amsi kiyimimni almashtirib olay. Ma'qul. Sami? Men kran gapim bor. Ha? Mening shaxsiy aeroplanog'im bor. Shaxsiy aeroplan? Xotin, bu choy berib qalingizda ketmagansiz-a? Shaxsiy aeroplanning necha pulligini bilamsiz? 100 millionda ish mumkin. Eng azini o'sma. Uni mahiyatimda olamaymanmi? Amsi 4 qavatli dach olaylik. Xotin, bu choy berib lotereya chiqdimi sizga? Nimada charchaq qilaverasiz? Nima bunda charchaqni? Uningmi unmasangiz. Amsi bo'ma mashinib bering.
Öyle maşa az ki vatımda. Ha, Ayşe'den maypılığı aranç dağıtımız 300 mün koyla başım nemiş kılsız deyme ha? Oy nindaq onu mu desem onu maysiz, bunu mu desem onu maysiz. Ekşim sizdek bulan da. Siz bu alamaydıgan neslen dip yapsınız değil. Ayrıplan dağça dip. Ben bir fuar deyim hemen. Bir somkini yaxşı görüp kaldım şimdi ağın başı kimin koyge. Ha bana neslen dip yapsınız. İline ha. Ne kımmet neslen de duruyordum. Adamı kıynap bir yerde. İvettim. Ha yaşlı. Ya. Oo. Pullarlap koyup siken ha. Yana kıltak şüptemem de ben. Hey. Ha gekle. Mama? Hazır? Nimde mi? Buram kadaydı. Makul ha, makul koş sen. Bunun kutuna kaldı. Vay can, telefon kapıldı o. Hey, yaxşı mısınız? Ha, öyle. Ha, billa. Ha, Rima, ha, telefon maya kup köplüm. Hazır hacetxan kirket depti. Chaqirayım ya. Ha, bo'ldi, ansirmang. Ha, ishkala billa. Xatirjam o'ynayver, ha? Ma'qul, xo'sh. Adaş, men hozir xotin telefon qildi, men hojatxon kirkatida qo'ydim. Hozir tezdan telefon qaytarib o'tay, sirtlashimiz. Ha, xo'sh. Nima yag'anga qilsiz? Men yag'an gapirdim xotin. Kichik. Siz aralashmasangiz bo'lardi xotin, ha? Shu qilaveram. To'g'ri emas-ku. Bildim. Sen haq teshig'i chiqqanda bo'lsa yag'anga qilib bizni oldi istedingmi? Voy, ya xotin, men sizni aldab boqmadim. Buni men tushuntiray qaram xotin. Masalan, ba'zi bir eg'iz gaplar bilan ish buzilgan bilan shu bir eg'iz gap bilan ish unishilib qoldi. Ha, Remni bilasiz, u undaq nachar bola emas. Aha, tuvandagi kavobxonda tutag'ingiz gapga shular o'tirib shuningga. Sizmi ko'ks qoningizni bir kang qilib, bilmasga silaylar xotin, ha? Bilmasga salamdim. Ma qavatqining qip-qizil yog'anchilik o'qishdingmi? Xotin, ular yağa aytgan bilan men yağa aytmadim. Mening 15im bo'lsa-mu, men hargiz yolg'onchilik qilmayman, rost. Ma'qul. Hozir bilmang-ku. Nima qilsiz? Naq maydonda sinab beray. Hey, xotin. Hey, shunga sattur sat, hey. Stanimda qilsin deyman. Xotin. Muradil yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Shu Saminingizga ketgan bir gapga bek mo'yin basatlashadigan deb telefon qilsam faqat olmadi, shunga uyg'ondim. Ansirman yengam men bilan billa Samijon. Xopimay telefonni beramsiz deydigan bek mo'yin gapim batdi. Ma'qul. Sami? Sami? Yenge Sami hojatxonaga kirib ketibdi-ku. Sen turib chiqqanda mumkin telefon qaytilsinmi? Ya bo'ldi, qaytimisin. Hojatxonada sesib ketsin. Tushundire. Ha, men tushundirim. Tushundire. Ha, jinim xotin. Hammin deysa. Ya. Sen bugun demay baqa. Tanimada qilsiz Ben de yo'shag'anning hammin deysa, men jinimizga tikib qo'ydim. Sen bugun demay baqa baqa. Ya, men yinimizda bog'. Nima yinimdi ba? Mana, ko'rdingizmi? Ole. Tilqib bo'ldi. Men dinocha, ole. Hey. Qadasan? Uyda. Mamam yolg'on gapirayotgan demang. Yengam telefon qilib darhol uyim qayta. Voy, shu men uyda. Bo'ldi. Yengam yolg'on gapirganimiz bilib qolib bek sep turdi. Kim bo'ldi uyga? Kim u qizning ovozi qo'tilgan? Yana kim bo'ladi? Ammo sen o'zingning kimligini unutib qolmaymi? Oilang bor turib, nomusini qilmaydi ekansan. Qo'ya telefonda. Hey! Sen adam bo'lmamsan? Burun qilganlarimni men unutib qolmadim javob yo'q. Sen adam bo'lmamsan, o'ldirishim emassan bile. Tushundire, hemen tushundire. Ben tushundiray shu to'xtab turmamsan. Ya bu qarab turib yaga aytib olsa, yaga aytmasin, mush ish yo'q. Bakka adamga hey ish deb deyman. Adamimiz. Astag'firullah. Bu işte biz erlar qilmaymiz, ayollar qildi. Voy, ayollar unda qilmaydi. Qipqaschu. Qilmaydi. Qipqaschu. Sinab baqa. Qilamdi, qilmamdi. Hozir ko'rsatmaysiz. Ma'qul. Remning xotin chaydi-ku. Ura.
Men dinacı. Açma. Hey, yaxshimisiz? Yaxshimi? Ha, men Samir. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi. Hey, Rana siz bilan birga o'ynaydigan chiyim botdi deb bugun tushdan keyin chiqib ketgan. Telefon qilsammi olmaydi. Yo, uy qaytib kelmaydi. Shu ansirab sizga telefon qilgandim. Rana men bilan birga. Siz bilan birgami? Ha, men bilan birga. Ha, ondan sonra Rana telefon beramsiz. U hozir tozliq uy kirib ketgandi. El chiqqan joyman deb qo'ydi telefon qaytarsin. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Uni Ranacho siz bilan birga bo'lsizlar, men xotirjam. Ha? Yaxshi o'ynab qaytib kelinglar. Xo'sh, rahmat. Hesap emas. Voy, bucha o'zim toyinliqli bir nima. Turg'unayga qila. Yaqin do'stim shu bo'lganki. Hozir ko'ramiz. Ha, ocha, men teni. Voy, Turg'unay yaxshimi? Yaxshisiz-chu? Men yaxshi. Men Samir tondingizmi? Ha, yaxshimi? Yaxshi. Hey, Turg'unay. O Rana tushdan keyin siz bilan paranglashgan jiddi muhim ishim bor deb chiqib ketgan. Telefon qilsammi, olmadi. Yo, uy qaytib kelmiz, shu ansirab sizga telefon qilishibdi. Men Rana ikimiz birga paranglashib o'tirgandik. İşkalar bilma? Turg'unay, ishkana bilowsanlar telefon qapamay Ranaga beraman, bir eg'iz gapim botdi. Rana tozliq uy kirib ketgandi. Kirib beraymi? Telefonni yoki chiqqanda men deb qo'ysam sizga telefon qaytarsin. Ya, bo'ldi. Haysti yo'q, ha? Ha, bo'ldi. Sizlar gaplarni paranglashib, tutib, undan keyin qaytib kelinglar. Aldirmanglar, ha? Men saqlayman. Xo'sh. Rahmat. Endi gapingizni. Dama? Ha? Boya vaqir otdingiz-ku, ha? Erlarni yoqachilik qilamki, ayolchi. Yo'q aysh. Shuq ne? Yo'g'onchilik qilib ketadi-ki. Sani sizlar xotin kishi-chu? Otdan tushsanglarmi, uzangidan tushmaysizlar. Chapadim chiqdi. Voy, vaqtni bir beribdi-ku. Uxlaychi. Ne? Yeni iş mi yolladım sen? Gel. Ne oldu ya? Deymi, demeymi? Ma demey desem içim küydü, dey desem tilim küydü adaş. Ne? Ha, digine. Hey, işkimiz alağını ko. Ha? Bana işini sen ko. Ha? Hey, bana rast bir gipani qıp baka. Maqul digine. Xotningda yakına qanara kötü atsa. Yaxshi. Hey. Ha. Onun sana muamelesi pozisiyası özgerdimi yo'qmi? O'xshash-ku. Bilmaysan da. Bilgan bo'lsang, manda o'ltamayding sen. Ne deysan? Men sana ne chiqdim dedim. Xotinni qo'yib etsang, mushunda ish chiqdi. Bu xotin degani qo'yib etadigan qo'ymi, kalimi o, ha? Hozir bilmagan sen bilan menni qopdi, hammadan bilib qopdi uni. Voy, nima ishni bilib qopdi? Xotining do'pponga jigdi sapdi. Sana yeşil post mu kaydiribdi? Talağa qarab qopdi. Nima? Nereden topding bu gapni? Ey, xotining choy qo'rma deb shuni qishig qatiraydi ekan. Xizmatga to'y qo'rma deb shuni qishig bor ekan. Komandor guğum ikkisi birga bor ekan, uqdingmi? Kim dedi bu gapni? Isbotim bor, dalilim bor da. Ne isbot? Xotiningga telefon qilganmi? Ha? Xotiningni ne dedi? Hojatxonada. Mana. O boşanan hojatxonasi emas, yotoqdan hojatxonasiga adash. Hozirli ikkisini tutib zinaxo'rni tutsang, juptulan debkan. Hozir tutib, ikkisini xalqalarning oldida ne suva qilamiz? Hey, to'xta, o'zim bilsam, men sana tushundiray. Voy, sen buni sen tushundirmasan, xotining tushundiradigan gap bu.
Ma ikkisini tutup resmi qilamiz. Bana hazır ikkisini üstüne düşmez. Dur. Ne içsiz? İşte. Bu xotun deganning zadi keyni kirdigan narsa emas juma. Bu ne çıkartın bo'ldi muştaq. Bu haqni oldida rasm qilib, bu hozir chiqib men og'zini yutib etmadim. Açıqan basa deb bo'ldi. Bo'ldi. Qaradaş, men sana tushuntirib qo'yay. Sen bu xotonni yaxshi tushuntirib qo'ygan, ha? Men sana tushuntirib qo'yay. Sen bu xotonni yaxshi tushuntirib qo'ygan, ha? Qara, bu ham sen bizning uyga kirib, xotonni isbotlab berding o'zingning mening uyim ekanligini. Shunaqku, undan keyin aka-ukang chiqib ketdi. Tushgandan keyin, iliqni unutib qoldim, xotni telefon qilib qolsam deb qo'ydi-da. Shu vaqtda xotin yenimdi. Shundan bilan bu menga ishonmadi. Shundan bilan men o'zimni isbotlash uchun xotin ikki og'inim telefon qildi. Voy, ikkisi meni hojatxonada deydi qara. Shundan bilan men bu xotin kishini bizga o'xshash deb bilan seni ayoling bilan yana bir do'st telefon qildi, ular Raynan hojatxonada dedi. Mana bu ish shu adash. Niyetin qanda olsun, günün şunda oldu dep astag'firullah. Biz birimizni sunaymiz, aldaymiz deb oxiri o'zimiz oldin ekamiz da mana. Rana 5 saat o'tdi, xapamanjima. Birakmas men ishkinlarga bir dasxon silib, ishkinlardan bir kechirim so'rab olayli. Xapaman degancha. Men hozir chiqib xotnimga bir amaliy ahvolni tushuntirib qo'yay. Bir xapaman adashma sen. Yo'q. Men chiqayman. Ya o'tamamsan? Bu xapaman ishkinlardan birakmas bir ayrim dasxon silib kechirim so'rab olay. Rana xapamanjima. 5 saat oldu xapaman. Senin xotin kichikkina ishda emasmi, ha? O'zingizni besiylang, bo'ldi, müşteri yeb tugib kelsin desam, tas qildingiz o'zingizga qarta hikmatni chaplab oldi. Bu kimdan endi kechirgan telefon qilgan? Yaxshimisiz? Ha, men. Ha, Akbarmi? Ha, biz ishlayapmiz. Ha? Akbar, voy, Akbar telefonni qo'yib hojatxonaga kirib qolibdi. O'qni hojatxonaga kirib ketgan. Voy, qizlar yo'q. Voy, nima qildingiz? Hojatxonaga. Voy, men tushun. Asta. Voy, nima shub ketdi bu?